Agar shunaqa bir apparat bo'lsa, bunday qilib turib ko'rsang, irodasi 70%, irodasi 30%, juda ko'pchiligimiz 50 dan past bo'lsa kerak. Menga tutmaylar qo'ying domla. Men bilaman o'zim irodamni qanaqaligini. Men kerak emas. Bu darslar birodarlar nafs tarbiyasi. Nafs tarbiyasi. Biz ana shu qalbimizni, nafsimizni tarbiya qilmasdan turib, Alloh taoloning roziligiga yetisha olmaymiz. Va nafsi va ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Qarang, nafsni raso qilib yaratgan zotga qasam. Nafsni fujurini ham, taqvosini ham ilhom qilib qo'ydi. Ya'ni ikkala tomonga og'olaydi nafs. Fisq fujur tomonga ham og'olaydi, taqvo tomonga ham og'olaydi. Ikkala tomonga teng engisha oladi.